Alloh ham xotinimizni urishga izn bergan, to'g'rimi domla? Shunaqa ekanmi? Ya'ni eriga quloq solmasi yo'q. Zinachi Jamil, sen ham xotiningni urasanmi? Xotinim gapimni ikki qilmaydi. Kaltakka loyiq ish qilmaydi. Ammo urishga loyiq bo'lganlarga Xudoyim ruxsat bergan. Qur'onda shunday yozilgan. Ha, shunday. Qur'onda yozilganini o'qidim. Nimalar deyapsiz? Alloh erkakka ayolga qo'l ko'tarishiga ruxsat berishi mumkinmi? Kun bo'lganida payg'ambarimiz ham xotinlarni urgan bo'lardi. Menga aytinglarchi, Rasululloh necha marta ayollarni do'pposlagan? Ana payg'ambar alayhisalomga ayolga qo'l ko'tarishni munosib ko'rmadingiz-a? Munosib ko'rilmaydi-da. Chunki Rasululloh hech qachon ayol kishiga qo'l ko'tarmaganidek, hatto baland ovozda ham gapirmagan. Payg'ambarimizga loyiq ko'rmaganimiz bu illatni Allohning amri deb hujjat qilishga qanday jur'at qildingiz?